Bugun 18-mart 2025-yil. Biz pomidor ko'chatlarini ekishga yer tayyorlayapmiz. Bu 5 sotilli tiplisamiz. Bunga mamston ko'chatlarini ekamiz. Bunga 2 qavat termos qilib qo'ygandik. Ancha oldin tayyorlab qo'yilgan. Bir qavati mana ikkinchi qavat. Endi hozir ko'pchilik, juda ko'pchilikni eshitdim. Hech qanaqa terimiz yo'q. Shuni kilyonkani o'ziga, bir qavat kilyonkani o'ziga ekishyapti. Keyin ko'pchilikda kuzatilayotgan holat, barglari sarg'ayapti, burishyapti deb aytadi. Ko'pchilik bilan gaplashaman. Shu sovuqdan, asnonoy issiq sovuqdan bo'ladi o'zi unaqa holatlar. Iloji boricha kechqurun +10 ga chiqqanda ekkan ma'qul deb o'ylaymiz. Bu yerlarimizni mana shunaqa holatda haydaladi. O'sha kattarog'i bu traktorda 17ligi 17 ot kuchlimi shunaqa deyiladi. Shunaqa chuqurlikda haydaladi bizda. O'zimiz imindan shunaqa chuqurroq haydashligimiz uchun shu apparatni olganmiz. Mayin qilib haydab chiqdim mana. Yerlar zo'r. Bularni endi ko'ramiz, biyagomizga ekmaymiz, menimcha. Biyagomizda uni go'ngimiz bor-ku, elash kerak uni. Elashga vaqt yo'q uni. Mana boyaginda haydalgan yerimiz 5 sotikka ekilgan ko'chat soni 1740 ta ketdi. 80 ga 50 qilib ekildi. 80 ga 50, ko'chat bilan ko'chatning orasini 40 cm dan qo'yib chiqdik. Bu o'sha mamston ko'chatlari. Nimaga ekkanimizda ham katta tiplislarga ekkanimizda ham mana shu mashinadan, taxminan mashinadan kichkina ko'chat ekkandik. O'sha endi yaqinda pikrovka qilingan ko'chatdan 2 qator ekib yuborildi. O'shani ham hozir qo'yib o'taman orasiga. Qanaqa darajada bo'lganini 23-fevral kuni ekilgan u kichkina ko'chatchalar. Xudo xolasa bu yilga hech bo'lmasa kichkinaroq bo'yi o'rtacha bo'lgan ko'chatdan ekish nasib qildi. Nariga 20 sotikdagi ko'chatlarni so'rab shu katta bo'lib ketdi. Retskalarni o'rniga ekkanligimiz hisobiga, retskalarni sotib, keyin ekkanligimiz hisobiga mana shu 680 cm mi shunaqa eni, teplisani 37 metr. 37,5 metr uzunligi. O'sha pastdagi pastda 25 kunlik mamston ko'chatini ko'rsataman. Hozir mana mashq holatlarda hisob mashq holatda edi. Ekilayotgan paytda ular. Masa ham kichkina edi. Kasetaga pikrovka qilgandik. U ham unaqa polni chiqmadi, buzilib ketdi. Buzilib ketgandan keyin shunda shu holicha ekildi.
Bu mana o'sha 25 kunlik ekilganiga. Urug' tashlanganiga necha kun bo'ldi? Tak. Hozir urug' tashlanganini eslay olmayapman. Mana buni g'unchalari ham gullashga kelib qoldi, ozgincha qoldi. Ko'chat yoshroqligini hisobiga, lekin ochilganda ham xudo xolasa rasa boshqacha bo'ladi. Mana shu bundan kamida 1 oy oldin ekilish kerak bo'lgan ko'chatlar bilan pashti tenglashib olyapti. Bular gullashni boshlagan bo'lsa, bular mana hali gullashga endi kelib qoldi-yu. Lekin xudo xolasa narigilarimizni, pinksaralarimizni hammasini pashti 90%, 80%lari birinchi kesdi yo'q hisobida. Chunki ko'chat turaverdi joyida. Turaverganligini hisobiga ham nima qilmadi? Birinchi keslarni. Ko'chat yoshi o'tib qoldi. Shuni hisobiga birinchi keslar uncha ushlamagan. Bularni pinksaralarni bir qator ularni ham ko'rsatib o'taman. Ularni o'zi 2 shox qilmoqchi edik. 2 shox qilamiz degandik. Yo'q, keyin sal qiynalyapti. 2 shoxda nariga 1-fevral kuni ekilgan ko'chatlar. Holatlari yaxshi-yu, rosa qovlab qoldi ular ham. Nimasi sal qalinroq bo'lib qoldi. 35 sm ga 2 shox qilganmiz uni. Mana bularni hozir ko'rsataman. Bularga endi 3-4 kun bo'ldi qilinganiga. Bular yaxshi o'ziga kelib qoldi birinchi teplitsda. Ancha yaxshilashib, uy stollari ham baqvatlashib qoldi bunisi. Bu o'sha 1-fevral kuni ekilgani. Lekin ko'chatning kuni bir xil. Bitta tashlangan. Faqat bunga joy ertaroq bo'shagani uchun ertaroq qildik. Bular ham mana ushlashni boshladi. Birinchi kesdi yo'q-u. Qolganlari xudo xolasa yaxshi. Ustidan sepayotgan oziqamiz. Bu endi har doim o'zimiz tayyorlaydigan oziqa. Kemera, gumatkali, yantarni, borni, temir yoki tenza kokteyldan aralashtiramiz. Ustidan sep chiqamiz. Gullashlari ham rosa yaxshi-yu, faqat sal qalinroq bo'lib qoldi. Buni barglarini olib turamiz. Endi tushamiz bunga ham barglarini olib aylantirishga ham kelib qoldi. Endi tushamiz bularga. Lekin gullaganda ham massiv gullayapti. O'zi ham hamma joy sap-sariq gul. Kapilnidan faqat hozircha oddiy suv berdik. Arig'idan ozgincha berdik, kapilnidan ozgincha berdik. Endi xudo xolasa mana bu safargi suviga mana fosfat kaliy bilan nitrat magniy berishimiz kerak. Shu rosa shunaqa holatiga keldi. Kaliy degan holatiga.